Cristiano Ronaldoning soqolli ko'rmaganimizning sababi juda oddiy va sizni hayratga solishi mumkin. Qaysi yil bo'lmasin Cristiano doim soqolsiz. Mana sababi. Ko'plar Cristiano genetik sabablarga ko'ra boshqa erkaklar kabi soqol o'stira olmasligini o'ylashgan. Biroq Cristiano Ronaldo soqol o'stira olishini tan oldi. Eslamasligingiz mumkin. Ko'p yillar oldin u jamoadoshi himoyachi Ricardo Quaresma bilan poyga tufayli soqol o'stirgan edi. Odatdagidek o'sha kuni mukammal ko'rinish uchun soqolini oldi. Lekin Ricardo Quaresma unga qarshi chiqdi. U o'sha yilgi jahon chempionatida o'ynashdan oldin soqol o'stira olmaydi. O'shanda Cristiano Ronaldo yangi ko'rinishi bilan bizni hayratda qoldirdi. Lekin boshqa uni bunday ko'rmaymiz. Bu uni soqolli ko'rgan birinchi va yagona marta bo'lishi mumkin. Ko'pchilik asl sabab toza imijini saqlash deb biladi. Xuddi tanasiga tatuirovka qildirmasligini